G'ishchalarimizni o'zini beryapti. Assalomu alaykum azizlar. Xo'p, Brick House jamoasi sizlar uchun yangilik qilishdan charchamaydi. Ko'rib turganingizdek, Rossiyadan yana bir navbatdagi parcha g'ishlarimiz keldi. Likolor zavodi Novosibirskka mana shunaqa chiroyli fasad uchun klinker g'ishlar mo'ljallangan g'ishlar chiqadi. Buni Rossiyada yurgan ko'p kamenchik usta akalarimiz bilishadi. Juda ham yaxshi zavod va juda ham ko'p nomenklaturasi hozirgi zamonda talablarga javob beradigan g'ishlar aynan o'shalarga. Xo'p, biz ular bilan anchadan beri o'sha hamkorlik qilamiz azizlar. Bugungi kelgan partiyamiz Serce Vulkani degan, Krasny Aber degan pozitsiyamiz keldi. Vulkani degan pozitsiyasidan g'ishimiz 07 NF formati. Mana ko'rib turganingizdek, balandligi g'ishimizni 65, uzunligi 25, eni esa 8 bo'ladi. Bu g'ishimizdan 1 kvadratiga 52 dona ketadi. Hozir kundagi narxi donasi 12 ming so'm. Chunki bizlardan ko'p YouTube hamma narxini so'raydi. 1 kvadratga 52 dona ketadi. Do'stlar, bu g'ishlarimiz mana shunaqa paddonlarga bo'ladi. Bir paddoniga 660 dona bo'ladi. G'ishlar biron joyi qirilmasdan chiroyli holatda keladi, chunki mana bunaqa upakovkalari juda ham yaxshi. Har bir qatoriga o'zining qog'ozlari bor, ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu rangimizdan tashqari yana boshqa ranglarimiz bizning skladimizga nalichida bor. Qanaqadir sizlarga boshqacha variantlari, boshqacha pozitsiyalar kerak bo'lsa, men pastga raqamlar qo'yaman. Shu pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz, kataloglaringizni tashlab beramiz. O'sha kataloglarimizga boshqa ranglari, razmerlari, narxlari bilan to'liq ma'lumotlar bor. Azizlar, buni g'ishlarini terishga esa o'zimizga esa spetsialniy kladishni rastvorlarimiz bor. Mana shu g'ishlarni terish uchun oq, qora va seri ranglarda u ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. U rastvorlarni 3 xil rangda bor. Oq rangimiz bir qopiga 25 kilo. Tak, mana bunaqa g'ishtimizga где-то 80 ta g'isht donaga yetadi. Qora rangimiz esa 45 ming bir qopi, seri rangimiz esa 35 ming. Ko'rib turganingizdek, o'sha mana shunaqa rastvorlarimizni, mana shunaqa klinker g'ishlarini o'zimizning yana rastvorlarga tersangiz, fasadingiz yillar davomida o'zining sifatini o'zgartirmasdan chiroyli sizlarga xizmat qilib beradi. Azizlar, kimga mana shunaqa g'ishlarimiz kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'lanasiz. Pastga raqamlar qo'yaman. Narxlari bilan polni tanishtirdim. Kerak bo'lsa, pastga aloqaga chiqib, bizlar raqamga aloqaga chiqib, zakaz qilaverasizlar. G'ishlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Uzoq safarlarda bo'lsangiz, bu nomerimizga Telegram, WhatsApplar bor. O'sha orqali yozsangiz ham bizlar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu g'ishlarni bizlar mijozlarimizga olib kelganmiz. Terilgandan keyin terilish jarayonlarini yana videolarni qo'yib boramiz. Shuning uchun bizlarni yo'qotmaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga esa bitta like bosib qo'ying va fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi.